Assalomu alaykum. Redmi 12C keldi-da. Suvga tushgan. Qilmagan ishim qolmadi. Hamma narsa qilib ko'rdim. Telefon yoqasiz tashaveradi. Zaryadkaga qo'yganingizda перезагрузка bo'lib turaveradi avtomat. Yonib o'chib. Protsessor ko'tardim, kontrolga, pamyat hammasini ko'tarib qo'ydim. Yana ishlamadi. Proshib ko'rdim, baribir yana ishlamadi. Oxiri mana shu dreslchadan chiqdi-da. Mana shu qarshilik tagi chirib, oyoqchasi uzilib qolgan ekan. Mana. Qilmagan ishim qolmadi. Oxiri mana shu qarshilikdan chiqdi. Mana shu qarshilik. Tagi oyoqchasi uzilib qolar ekanda. Telefon yonmay shunaqa bo'lib qolar ekan.